sizga bir narsa aytmoqchiman hozir. Payg'ambar alayhissalomni hikmat mo'minning yo'qotgan narsasi agar uni qayerdan topsa, o'sha yerdan oladi degan hadislar bor. Menda ham xuddi shunaqangi narsa bo'ldi. Mana hammamiz hayotimizdan mazmun qidiramiz. Nima uchun yashayapman o'zi? Nimaga bu yerdaman? Nimaga bu yerga kelib qoldim? Nima qilyapman o'zi? Doim savollar paydo bo'ladi. Bu musibatlar, bu tashvishlar, bu siqilishlar nimaga bo'lyapti o'zi? deb ko'p o'ylanib qolamiz. Xuddi maqsadsiz yashayotgan odamdek his qilamiz o'zimizni. Mana shunaqangi tushkun vaziyatlarimda bir hadya kelib qoldi to'satdan. Umuman kutmagandim, kutilmagan joydan. Sahifa degan bir nashriyot ochilgan ekan, meni xabarim yo'q. Shu kitobni sizga ilindik, o'qib chiqing, fikrlaringizni bildiring deyishdi. Mana oppoqqina ajoyib chiroyli kitob. Baxt Allohga bog'lanishda degan kitob ekan. Ana shu kitobni o'qib chiqqanimdan keyin shunaqangi taskin keldi odamga. Shunaqa mazza qilib o'qidim. Haqiqatda o'sha Rasulim aytgan yo'qotgan narsamni topdim shekilli deb o'yladim. Ana shundan keyin qalbim xotirjam bo'lishni boshladi. Ichidagi narsalarni nimaligini aytmoqchi emasman. Spoiler bo'lib qolmasin. Buni albatta o'zlaring olib o'qib chiqishlaringni maslahat beraman. Albatta as qochishiga ishonaman.